Bemorning ichida bint qolib ketgan holatda eshitganmisiz operatsiyada? Bir ishda guvoh bo'lganman. Bir akamiz sudlashgan edi. Gap shundaki, bu akamizni bir xususiy klinika operatsiya qilgan. Endi nomini aytmayman, qaysi xususiy klinikaligini. Operatsiya qilingan va operatsiyadan keyin bu akamizni battar ahvoli yomonlashgan. Mazasi qochgan, tushunmagan, u yoqqa bu yoqqa tekshirtirgan, keyin oxiri aylanib Hindistonga borgan. Endi u yerda tibbiyot kuchliroq. Keyin operatsiya qilib ichini ochishganda ichidan bint chiqqan. Bint, tibbiyot binti. Keyin shundan keyin bu aka ustidan yozishni boshlagan ularni, keyin u vrachlariga jinoiy javobgarlik belgilandi. Keyin mana shu holatda zararni qoplash masalasi sudning qarori bilan klinikadan ham undirish masalasi belgilandi. Nimaga? Chunki Fuqarolik kodeksining 989-moddasiga asosan yuridik shaxs yoki fuqaroni xodimi xizmat vazifasida zarar yetkazadigan bo'lsa, bu zararni yuridik shaxs qoplaydi degan qoida bor. Mana shu qoida bilan keyin sud klinikani o'zidan ham undirish masalasi belgilangan. 170 million so'm zarar chiqqan va mana shu zararni xususiy klinikadan undirish bo'yicha sud qarori chiqqan.